Islohotlarning markazida inson turadi. Bugun odamlarning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilish borasida ko'pgina sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Ammo shunday bir yo'l borki, u ayrimlar uchun ham uzoq, ham og'ir bo'lishi mumkin. Albatta, bu qo'lida kasb hunari yo'q bo'lgan insonning farovonlikka erishish yo'lidagi uzun va mashaqqatli yo'lidir. Bugun ana shu kambag'allik bilan farovonlikning o'rtasidagi yo'lni qisqartirish borasida yurtimizda odamlarni kasbga o'rgatish va shu orqali bandligini ta'minlashga katta e'tibor qaratilyapti. Kasbiy ko'nikmalar markazi esa ana shu yo'lda olib borilayotgan ishlarning amaliy ifodasidir. Aytish joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori shu yo'nalishda olib borilayotgan ishlarga sur'at bag'ishladi. Ayniqsa, kambag'al oilalar vakillarini bepul o'qitish bilan bog'liq belgilangan vazifalar respublikamizning barcha hududlarida faoliyat olib borayotgan kasbiy ko'nikmalar markazlari faoliyatini yanada takomillashtirdi deyish mumkin. Bu markazlar orqali minglab yurtdoshlarimiz zamonaviy kasb hunarni o'rganib, o'z mehnati bilan halol daromad topish imkoniga ega bo'lmoqda. Muhtaram Prezidentimizni boshlab bergan islohotlari, ya'ni o'sha kasbga o'qitish markazlarini tashkil qilish bo'yicha nafaqat mana Toshkent shahrida, respublikamizning barcha hududlarida aynan o'sha namuna qilib ko'rsatadigan darajadagi kasbiy ko'nikmalar markazlarimiz mavjud. Mana shulardan bugun Guliston shahridagi kasbiy ko'nikmalar markazidamiz. Hozirgi kunda har bittamiz oldimizga qo'ygan asosiy maqsadimizdan bittasi nafaqat ayollarimiz, erkaklarimizga kasb o'rgatganimizdan keyin bu samarasini berish kerak. Samarasini qachon beradiki, mana shu ayollarimiz daromadga kirgandan keyin albatta bu o'z samarasini beradi. O'sha uchun birinchi navbatda bizda hozir kambag'allikdan farovonlik sari dasturi bo'yicha ham o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarimiz, kambag'al oilalarimiz farzandlarini ko'proq o'sha uyda o'tirib daromad topishga yoki o'zlarining tadbirkorlik yo'nalishlarini ochish bo'yicha ham alohida e'tibor qaratilgan. Mana shu joyda bitirgan qizlarimiz ham albatta o'zlarining daromadiga ega bo'lib, ya'ni o'zida tadbirkorlik ko'nikmalari ham qo'shib o'rgatiladi va bular o'zlarining o'sha tadbirkorlik yo'nalishlarini ham davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qo'llariga sertifikat olganlaridan keyin mana shu olgan sertifikatlari demak oldingi o'sha texnikumlarning diplomiga tenglashtirilgan va bular bu joyni bitirgandan keyin o'zlari xohlagan yo'nalish bo'yicha, ya'ni xohlagan o'sha joylariga borib o'zlarining mehnat faoliyatini davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Har bitta bitiruvchimizga sertifikat bergandan keyin bular bilan xayrlashib emas, bularning o'sha kelajakda daromadga ega bo'ldi, ega bo'lmadi bo'yicha monitoring olib boriladi. Bu monitoring albatta hududlardagi o'sha kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmalari va bo'limlari tomonidan hamkorlikda amalga oshiriladi. Deyarli 90% o'sha yo'llanmalar asosida bepul kasb o'rganayotgan fuqarolarimiz hisoblanadi. Shuning uchun bularning bandligiga, o'sha hamkorlikda bandligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Gulistondagi kasbiy ko'nikmalar markazida 2 oylik qandolatchilik kursini tugatish arafasida turgan Dilorom Rajabova bugun o'z orzusini amalga oshirish sari dadil qadamlar tashlamoqda. Markaz uning hayotida yangi sahifa ochdi. Endi u qo'lida hunari, ko'nglida umidi bor ayol. Ilgarilari daromadsizlik va yetishmovchilik so'nggi choradek tuyulgan bo'lsa, endilikda turmush o'rtog'i bilan birgalikda mehnat qilish, o'z ishini yo'lga qo'yish haqida katta rejalar tuzmoqda. Bir oilani bekasi bo'lgan lekin kasbsiz, hunarsiz bo'lganman. Bu markaz orqali o'z faoliyatimni yo'lga qo'yyapman. Oilamga, jamiyatga, farzandimga kerakli ona bo'lyapman. Hozirgi jamiyatda oilada erkak va ayol tengma-teng ishlash kerak. Ya'ni turmush o'rtog'i ishlab turib ayol uyda faqat bolani tarbiyasi bilan qolib keta olmaydi. Bolaga tarbiya bermoqchi bo'lgan ayol albatta o'z ustida ishlashi kerak, jamiyatga foydasi tegish uchun bilim olish kerak. Bilim olgan holda ham farzandimizni yaxshi tarbiyalaymiz, ham jamiyatga kerakli inson bo'lamiz. Kasbiy ko'nikmalar markaziga yo'llanma asosida 2 oylik kursga kelganmiz. Kurs davomida kurs rahbari masterimiz o'zlarini bilimlarini to'laqonli ravishda o'rgatadilar. Hech qanday sir asrorini yashirib yoki bu odam mendan o'rganib ketguncha degan narsa yo'q. To'liq ravishda o'rgatiladi, o'z bilimga ega bo'lyapmiz. Bu yerda nima o'rgangan bo'lsak, uyga borib o'sha narsani bajara olamiz. Qandolatchilikning nozik sirlarini puxta o'zlashtirgan Dilorom har bir pishirgan shirinligiga mehrini qo'shmoqda, chunki bu faqat kasb emas, uning erkinlikka yo'lidir. Kasbiy ko'nikmalar markazi uning nafaqat hunar egasi, balki tijoratga qadam qo'yayotgan tadbirkor sifatida shakllanishiga zamin yaratdi. Bu bilan cheklanmagan holda bu yerda o'rgangan bilimlarimizni yanada takomillashtirib, amaliyotda qo'llab, yana bir nechta shogirdlar chiqarish niyatidaman. Kambag'allik bu aslida boqimandalik, kimgadir qaramlik.
yo turmush o'rtog'ingizga yoki davlatga, jamiyatga borib bir marta mahallaga chiqib yordam so'raysiz, 2 marta so'raysiz, hech kim sizga qayta yordam bermaydi. O'zing uchun o'zing kurash, ishla, o'rgan, mehnat qil. Halol mehnat orqali daromadga kirsangiz, shundagina o'zingizni kambag'allikdan chiqarasiz, kelajakda farzandlaringizga poydevor yaratib bera olasiz. Avvalambor davlatimiz rahbariga katta minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunday ishsiz ayollarni ish bilan ta'minlashga, o'zini ustida ishlashga, bepul ta'lim yaratib berganiga minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunday kasbiy ko'nikmalar markazi davomiy bo'lsin. Bu yerda biz o'rganyapmiz, bizning farzandlarimiz bizdan-da ko'p bilim olishi uchun bundan ham ko'proq qulayliklar bo'lishini bilamiz albatta kelajakda. Qandolatchilik ham moda kabi har kuni yangilanadi. Zamonaviy trendlar va lazzatlar tez o'zgarib turadi. Nargiza Sharipova ana shu yangiliklarga hamohang ravishda dars berib, shogirdlarini nafaqat kasb, balki zamon bilan hamnafas hayot sari yetaklaydi. Bizda qandolatchilik kursimizda o'qish jarayoni 2 oylik kurs, asosan amaliyot ko'proq bo'ladi. 2 smenada dars beramiz. Birinchi smenamizda 15 daqiqa, abitdan keyingi smenamizda ham 15 daqiqa. Darslarimizda 2 xil, 3 xil shirinliklar juda ham ko'p qilinadi. Asosan amaliyot ko'proq o'quvchilarimizda. Keyin betga kelgan qizlarimiz, masalan 15 ta o'quvchim bo'lsa, 15 xil oiladan kelishadi ular. Ularni faqat shirinlik o'rgatish emas, ularni ruhiyatini ham ko'tarish, har tomonlama oilaviy sharoitlariga ham e'tibor bergan holda darslarni o'tamiz. 15 xil o'quvchim bo'lsa, 15 xil muomalada bo'laman. Yana ham bizda bu xursand qilgan narsa, kelgan o'quvchilarimiz o'rganib, o'zlarini bizneslarini boshlashyapti. Ya'ni 2-3 ta o'quvchilar olib o'rgatishyapti, yana yonidagi magazinlarga shirinliklar qilib tarqatishyapti. Xo'jayinlariga, oilasiga, ota-onasiga daromad keltiryapti. Qandolatchilik juda ham zo'r kasb. Men o'zim shu sohada 15 yildan beri ishlayman. Shu soha bilan xo'jayinim bilan endi tengma-teng demayman, lekin xo'jayinimga ozgina bo'lsa ham yordamim tegadi. Shunisidan xursandman. Shunaqa chiroyli kasbni egasi bo'lganimdan xursandman. Chunki har bir o'quvchi ayol qizlarimizga bu kasb kerakli. Kelin bo'lib borgan joyda ham masalan qaynona-qaynotalariga shirinliklar ertalabga tayyorlab qo'yishlari bu juda ham zo'r narsa. Bugungi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish nafaqat ekologik barqarorlik, balki iqtisodiy mustaqillik sari tashlanayotgan muhim qadamdir. Ayniqsa quyosh panellari orqali elektr olish ommalashayotgan bir paytda ularga texnik xizmat ko'rsatishni biladigan mutaxassislarga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Shu boisdan kasbiy ko'nikmalar markazida ushbu zamonaviy yo'nalishda kadrlar tayyorlanishiga alohida e'tibor qaratilib, yoshlar nafaqat ish bilan, balki kelajak kasbi bilan ta'minlanmoqda. Bu kasbni 43 yoshda o'rganayotgan Nodir Mustafaqulov ham kasb o'rganishning erta-kechi yo'qligini aytadi. Umuman olganda mana biz hozir mana shu o'qish jarayonimizda mana mutaxassis bizga Ulug'bek aka bor bilimlarini ayamay o'rgatyaptilar. Mana quyosh panellari bo'yicha ham umuman mana u bir-biriga bog'lovchi toklarni montaj qilishlari hammasini o'rgatib, amaliy nimalarda ham sinab ko'rilyapti. Ko'nikma hosil bo'lyapti. Umuman qiziqish bor edi shu sohaga, mana tekin mutlaqo o'rgatishyapti mutaxassisimiz a'lo darajada. Har bir erkak kishiga kerak, masalan bir yigit kishiga 40 kun rozi edi. Bu elektr sohasi bu xonadonga ham masalan umuman kerakli-da. Bu elektr energiyasi sohasi dunyo miqyosida ham, o'zimizda ham, rivojlanishda ham juda kerak bo'lyapti. Shunday qulay sharoitlar yaratgan o'sha prezidentimizga rahmat deymiz. Mana bu keng qamrovda o'ylangan quyi tabaqa fuqarolariga ham sharoit yaratib berilgan katta rahmat. Hozirgi kunda talab juda ham yuqori. Quyosh panellarini o'sha barcha tashkilot va idoralarga quyosh panellarini o'rnatish, ya'ni bu demak elektr energiyani tejamkorligiga alohida e'tibor berilmoqda. Lekin buni o'sha profilaktika qilish, o'rnatish bo'yicha mutaxassislar yetarli emas. Bu soha bo'yicha alohida urg'u qaratishimiz, alohida e'tibor qaratishimizga demak bizlar ko'rsatma olganmiz. Mana shu boisdan ham quyosh panellariga texnik xizmat ko'rsatish sohasiga alohida urg'u berib, demak mutaxassisdan yetishtirib berish bo'yicha har bitta hududimiz mana shu yo'nalishlarni yo'lga qo'ygan. Kasbiy ko'nikmalar markazidagi tikuvchilik kurslari zamonaviy tikish jihozlari va texnologiyalari bilan jihozlanganligi tufayli bu yerdagi ayollar nafaqat kasb egallab, balki kelgusida o'z tadbirkorligini boshlash, oilaviy biznesni yo'lga qo'yish imkoniyatiga ham ega bo'lmoqdalar. Hunarli xor bo'lmas deganlaridek,
Bugungi kunda o'z qo'li bilan rizq topayotgan har bir ayolning yuzida ishonch va iftixor porlamoqda. Bitta tikuv mashinasi bitta oilani boqadi degan xulosaga kelishgan ular. Shu tufayli ham bu yerda tamomlanadigan kurs yakunida imtiyozli kredit mablag'lari bilan tikuv mashinalari xarid qilinishiga ham ko'mak beriladi. Albatta, migratsiya jarayonlari ham hozir bizning o'sha oldimizda turgan bir dolzarb masalalardan bittasi bo'lib turibdi. Ya'ni o'sha migratsiyaga borib ishlash, ya'ni o'sha migratsiyadan qaytgan fuqarolarni ham bandlikni ta'minlash masalalari turibdi. Biron joyga borib ishlaydigan ayollarimiz ham, o'sha qonuniy borib ishlaydigan ayollarimizdan ham murojaatlarni oladigan bo'lsak, aynan bizning kasbiy ko'nikmalar markazimizda kasb o'rgangandan keyin mana bitta tikuvchilik sohasini aytaman. Mana kuni kecha Respublika kasbiy ko'nikmalar markazimizda Turkiya davlatidan tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha aynan o'sha fuqarolar, ishchilar, ya'ni o'sha bizning ayollarimiz mana monomarkazlarni o'sha tikuvchilik yo'nalishini bitirgan ayollarimizga talab borligi uchun mana kelishdi va ular tanlov asosida mana shu Turkiyaga tanlov bo'lib o'tmoqda. Asosiy oldimizga qo'ygan maqsadlarimizdan bittasi birinchi navbatda o'sha mahalliy ish beruvchilarga o'sha mutaxassislarni yetkazib berish. Keyin o'sha xorijiy ish beruvchilarga ham talab darajasida ularning o'sha qo'ygan talablari bo'yicha kasblariga o'rgatib berish bo'yicha bizning imkoniyatlarimiz yetadi. Xulosa qilib aytganda, kasbiy ko'nikmalar markazi bugun yurtimizdagi ijtimoiy taraqqiyot va inson salohiyatiga bo'lgan ishonchning amaliy ifodasidir. Bu markazlar fuqarolarga hunar o'rgatibgina qolmay, ularni mustaqil hayot sari yetaklamoqda. Har bir tikilgan mato, pishirilgan shirinlik yoki o'rnatilgan quyosh panellarining ortida mehnat va umid bilan to'ldirilgan inson taqdiri turibdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev yo'lga qo'ygan bu loyiha kambag'allikni kamaytirish, oilalarni iqtisodiy barqarorlikka olib chiqishda samarali natija bermoqda. Kasbiy ko'nikmalar markazi har bir insonga ikkinchi nafas, yangi hayot va mustahkam kelajak eshigini ochayotgan maskandir.